Milyonlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlar qamalgan lagerlarni e'tirof qilishni rad qilgan Xitoy hukumati keyincha bu lagerlarning kasbiy tarbiyalash markazi ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Yaqinda Xitoy matbuotlarida e'lon qilingan sonliq ma'lumotlar atalmish kasbiy tarbiyalash lagerlarining ko'lamini oshkorildi. Xitoyning rasmiy matbuoti atalmish Xinjiang gazetining 31-oktyabrdagi sonida kasbiy tarbiyalangan kishilarning o'rtacha sonining yiliga 1 milliondan oshadiganligi xabar qilindi. Dokladda mundaq deyildi: 2016 yildan 2019 yilgacha avtonom rayonimiz 4 million 719 600 odamni har xil kasbiy tarbiyalash bilan ta'minladi. Doklad yana 2018 yildan 2019 yilgacha avtonom rayonimizda jami 21 yuqori mahoratlik ixtisoslarni tarbiyalash bazasi va 35 mahoratlik usta oshxonasi qurildi deyildi. Mustaqil tashkilotlarning dokladlarida isbotlanishicha, Xitoy lagerlarini davomli kengaytib, Uyg'urlarni Sharqiy Turkistondan Xitoyning ichki qismidagi majburiy emgak bilan shug'ullanadigan qonunsiz zavodlarga yo'tkagan. Germaniyalik Xitoy tadqiqotchi Zenis yaqinda 2014 yildan 2019 yilgacha Sharqiy Turkistonda jami 8 millionga yaqin kishining atalmish kasbiy tarbiyalash markazlariga elib ketilganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Sharqiy Turkistonga Xitoy zulmidan qochib chiqqan va Qozog'istonda chegaradan qonunsiz kirish bilan ayblangan 4 qozoq vaqtliq panohlikqa erishgan. Yevroasiyo to'rining xabar qilishicha, Qozog'iston Ichki ishlar ministrligi 29-oktyabr Malik Bashagarga panohlik salohiyati bergan. 30-oktyabr Kaysha Akan panohlik salohiyatiga erishgan. Qozog'istonga qonunsiz kirish bilan ayblangan Kastar Musaxon bilan Muragar Alimoli 1 yildek turmada yotgandan keyin 16-oktyabr panohlik hujjatini topshirib olgan. Egilanishicha, bu 4 kishining panohlik huquqi faqat 1 yil ekan, lekin uzartishga iltimos qilsa bo'ladi ekan. Musaxon va Alimoli bundan burun Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan bo'lib, keyincha Qozog'iston bu qarorini o'zgartgan. Bu sobiq yig'ilish lageri shohidi Sayragul Saudbayning panohlik iltimosi rad qilingandan buyon Qozog'iston hukumatining siyosatida o'zgarish bo'lganligining bir ifodasi deb qaraldi. Xitoyning g'arbidagi Tungan musulmonlar to'plashib o'ltiraqlashgan Ningxia avtonom rayonining markaziy Yingchuandagi donliq bir masjidning buzg'unchilikqa uchrashi inqos qo'zg'adi. Egilanishicha, doiralar Nanguan masjidining yopishil gumbaz, arabcha zinnat buyumlari va bezak qo'voqlarini ilavatgan. Yaqindan buyon Xitoy doiralarining Ningxia va Tunganlar o'ltiraqlashgan boshqa rayonlardagi shaharlarda mushuningga o'xshash harakatlarni qo'zg'aganligi ma'lum. Angliyaning Xitoydagi bosh elchixonasining diplomati Kristina Scott Twitterda ham bahirlagan rasmlarda ko'rsatilishicha, masjidning sirtqi qurilmasi butunlay o'zgartirilgan. Scott masjidning o'zgartirish xizmatiga inqos qaytarib mundaq dedi: Nanguan masjidi maqsadini ko'rsatib beradigan san'atdan mahrum qoldi. Yaqin atrofdagi oshxonalar va do'konlar taqilib qoldi. Ichi qop-quruq yoki remont qilinyapti. Shuning bilan birga Telegraf gazetining xabar qilishicha, Angliya tashqi ishlar ministrligi bu xil usulda tarixiy masjidlarning buzg'unchilikqa uchrashiga noroziligini ifodalagan. Egilanishicha, bu yil 5-oyda Hong Kongda demokratiyani qo'llaydigan va Xitoyni qo'llaydigan parlament a'zolari o'tirsida yuz bergan talash-tortish va jidal sababidan rayonlik qonun kengashining 7 a'zosi qo'lga ilingan. Hong Kong soqchilari e'lon qilgan bayonotida 7 kishining qonun turg'izish a'zolarini haqoratlash gumoni bilan qo'lga ilinganligi bayon qilingan. Bayonotda bu kishilarning 8 may Hong Kong parlamentida Xitoy davlat she'riga haqorat qilishning jinoyat bo'ladiganligi haqidagi qonun loyihasini muzokara qilish jarayonida chiqqan talash-tortish va jidalga aloqador tekshirish doirasida qo'lga ilinganligi o'tirg'a qo'yilgan. Qo'lga ilinganlarning salohiyati oshkorlanmagan bo'lsa-mu, ammo Hong Kong matbuotlaridagi xabarlarda bu kishilarning hozirgi va sobiq o'qituvchi parlament a'zolarini o'z ichiga oladiganligi bayon qilingan. Qozog'istonning raqamliq taraqqiyot, yangilik yaratish va olam qatnashi sanoati ministri Bag'dod Musin 31-oktyabr Moskvada Roskosmos shirkatining prezidenti Dmitriy Rogozin bilan ko'rishdi.
raqamlik taraqqiyot, yangilik yaratish va olam qatnashi sanoati ministerligi tarafidan e'lon qilingan xabarga qaraganda, ikki taraf Qozog'iston bilan Rossiyaning olam qatnashi sohasidagi Bayqonur olam qo'yib berish markazining taraqqiyotini o'z ichiga olgan ikki taraflik hamkorlikni muzokara qilgan. Suhbatda ikki taraf yana Qozog'iston bilan Rossiya hukumati o'rtasidagi bayterak olam qatnashi birlashma qurilish kelishimiga qo'shimcha kelishim imzolagan. Qozog'iston bilan Rossiyaning hamkorligidagi bayterak olam qatnashi turining maqsadi Ittifoq 5 nomli olam kemisini qo'yib berishga ishlatiladigan raketa supisi yasash bo'lib, bu turning eng cho'ng aloyidligi uning yuqori muhit bexatarligi ekan. Hamkorlik planiga asosan Rossiya taraf texnika jihatdan qo'llash va xodimlarni tarbiyalashga mas'ul bo'ladi. Qozog'iston taraf ul asliha qurilishi va zamonaviylashtirishni tamomlashga mas'ul bo'ladi. Ikki taraf yana yangi raketa tiplarini tadqiq qilish jihatda hamkorlashadi.